suvday bo'l do'stim deydi. Ko'rgansizmi? Antikrizisniy upravlение, ya'ni inqiroz paytidagi boshqaruv instrumentlarini o'rganish kerak ekan. Juda tez qarorlar qabul qilish kerak ekan. Agar oldin aytadi bizlarni shunaqa o'rgatishgan, 7 o'lchab 1 kes deb o'rgatishgan, to'g'rimi? Oldin shu narsa norma bo'lgan. Hozirgi zamonda ishlamaydi deydi. Ha, tavakkalchilik juda ham tez, gipotezalarni tekshirish kerak. Juda tez moslashish kerak, ya'ni suvday bo'l do'stim deydi. Ko'rgansizmi? Suvday bo'lish kerak, juda tez moslashish kerak. Juda tez qarorlarni qabul qilish kerak. Postoyanно o'rganish kerak. Faktichески bunda uzoqdan qarasanglar, yosh bolasanda, yosh bola tez o'rganaveradi-yu. Yangi narsa ko'rdi, ilvaveradi-yu. Shunaqa bo'lishimiz kerak-da. O'qishlar bor, internet bor, GPT bor. 15-modulga yetib borsiz, qanaqa foydalanishni o'rgatganman. Pol, ha, o'sha narsalarni uyg'otib beradi-da. Uyg'otish kerak.